Hammaga assalomu alaykum. Soat 8:42. Hozir vokzaldaman. Vokzalda shunaqa yangi kafeyna ochilgan. Здесь был oldin bu yerda punkt bo'lardi, o'tadigan punkt. Hozir bu yerda kafeyna. Mana shunaqa shiringina, kichkinagina kafeyna. Вот. Капучино tayyor bo'ldi. Shuni olishga keldim. Здесь очень уютно. И juda ham atmosferasi nima deydi o'zbekchasiga ruschasiga доброжелательно. Anaqa bermaysizlarmi? Трубочка. Забыли дать мне трубочку hozir. Трубочками берishadi. И я купила себе вот самсу и вот такой вот печеньки с творогом. Вот мне дали. Rahmat. Mana endi творожный печенькамizga navbat keldi. Очень judayam вкусно. Nachinkasi ham tvorog. И judayam mazali qahva. Kelinglar choy ichamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Mana azizlarim, zavtrak qilib oldim. Endi pulini to'lab ishga ketaman. Mucho zavtrakimni qilib oldim. Endi ishga. Hammaga xayrli kun. Azizlarim, bilasizlarmi, men ishga kech qolyapman, lekin shu kofeni ichish uchun kech qolsam ham men kofeni juda ham yaxshi ko'raman. Shu kofeni ichish uchun ham kech qolishga roziman. Kapuchinoni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlarchi? Sizlar ham o'z fikringizni qoldiring. Siz nimani yaxshi ko'rasiz ertalab zavtrak qilishni nima bilan? Choy, kofe. To'g'ri kofe, lekin men o'zim gipertonikman. Kofe menga mumkin emas, lekin я не могу отказаться.